Demak boshladik. Salom hammaga. Bugun 25-fevral 2026-yil 6-videoni yozamiz. Sizlar bilan Ron.com sahifasida ko'rib turganimdan mamnunman. Sizlar bilan Ron. Bugun sizlar bilan HTML'ni o'rganishni davom ettiramiz. Xo'sh, tuzilgan reja bo'yicha davom ettiramiz. Tak. Demak. Kecha mikrofon noto'g'ri joylashuv bo'yicha ortiqcha ovozlar bo'pti kechaga undan oldingi videoda o'shanga hozir mikrofon boshqacha joylashgan. Shunda sizlarda telefondami, kompyuterdami sizlarga yaxshi eshitilyaptimi yo'qmi, shuni izohlarda yozib ketinglar. Xo'sh, rejamiz bo'yicha kecha sarlavhalarni o'tdik. Bugun paragraflarni qaytarib olamiz. Undan oldin birinchi darsimizda aytib ketgandim. O'shani qator tashlash va chiziq chizish shuni ham ko'rib chiqamiz. Xo'sh, qanday buni amalga oshiramiz? Xo'sh. Demak, yangi sahifaga joylashtirib olamiz. Joylashtirmayman. Yana boshqatdan yozib chiqamiz. HTML kodimizni doctype HTML tagimiz, keyin HTML ketadi. Bir xillama ham qoladi. Bittada ochib, bittada yopib ketadi. O'zi professional dasturchilar uchun bu narsa kerak emas. Lekin o'rganayotganda ko'z o'rganish uchun, nimadan keyin nima kelish uchun ketma-ket yozgan yaxshimi deb o'ylayman. Chunki ochib yopgandan keyin qayerda ochildi, qayerda yopildi, qayerda qolib ketdi deb qidirib o'tirmaslik uchun. Bittada ochib yopsangiz chalkashib ketadimi deyman odam. Xo'sh, hali tomoshalarimiz soni oshgani yo'q. Savollar ham kelib tushgani yo'q. Agar keyinchalik bizni professional yoki tajribasi ko'proq dasturchilarimiz ko'radigan bo'lsa, mani savolim bor. Keyin nima qaysani qamiz edi? BR, H va HR taglarimiz. Savolga qaytadigan bo'lsam, sizlarni dasturchilikda ishlab birinchi olgan oyligingiz qancha bo'lgan? Oylikmi, maoshmi? Birinchi topgan pulingizda
kelgan savollarni keyinchalik alohida video qilib chiqaramiz. Yoki bizga kelgan savollar yoki biza bergan savollarga kelgan javoblarni o'qib tanishtiradigan. Xo'sh, paragraf tugamiz. Ochdik, yopdik. Buni bittada 3 ta qilib olamiz, chunki 3 ta tilga o'tamiz, o'sha qanaqa bo'lishini ko'rib chiqish uchun. Yana xohlagan bir xabar saytimizdan matn ko'chirib olamiz. To'g'ri, avtomatik shakllantiriladigan Lorem Ipsum'mi o'shanga tekst bor. Uni qidirib o'tirgim kelmadi. Demak, birinchi o'shani paragraf tagimizni saqlab matn muharrarimizni saqlab oldik. Kodda qanaqa ko'rinishda bo'lishini ko'rib chiqamiz. Shunday ko'rinishda bo'ladi. Endi ularga BR va HR taglarimizni qo'shib tepada sarlavhamiz paydo bo'ldi. Endi xo'sh, BR tekstimizni qo'shamiz. BR tagimiz bittali tag ekan. Misol uchun 13-anaqamizga qo'shamiz. Eng katta anaqasi ekan. Mana nuqta. Shu yerga 3 burchak qavs ochib BR qo'shib ketsa, saqlab oldik. Mana shu nuqtadan edi. F5 bosganimizdan keyin alohida tekst pastga tushirib yubordi. O'sha keyin kelajakda o'zingizlarning saytinglar yaratganda shunday matnni shunday pastga tushirish, tahrirlashda kerak bo'ladi. Xo'sh, chiziq chizadigan tagimiz chiziq chizadigan. Xo'sh, HR xo'sh, bu qanday qilinadi? Mana bu ikkinchi paragrafimizni hozir chiziq qo'yib olamiz. Ikkita chiziqning orasiga. Bu ham bittalik tag ekan. Yana bugun ulgurmasak keyingi videomizda parametrlarni ko'rib chiqamiz. Saqlab oldik kodimizni. Xo'sh, yangilash. HR tagi mana shunday qo'llanilar ekan. Ikkita chiziq tag. Xo'sh, BR tagimizni sozlamasiga atribut
deyilar ekan. Attributi clear attributi bor ekan. Shunga to'xtaladigan bo'lsak, qanday ko'rinishda bo'ladi? Xo'sh, bittasini hozir qo'llab ko'ramiz. Balki hammasiga ulgurarmiz. Chunki ujini tarjimasini ham keltira olmayapman miyamga. Qanaqa bo'ladi uji? Xo'sh, clear attributi. Clear barobar ikkita qo'sh tirnoq ichida o. Hozir qanaqa saqlab oldim, qanday ko'rinishda bo'lishini ko'ramiz. Nimagadir hech nima o'zgarmadi. Hop, o'ngga qilib ko'ramiz buni. O'ng, right. Balki HTML5 da bu ishlamas. Bu HTML4 da ishlar balkim. Mana bunaqa attribut borligini birinchi marta ko'ryapman. Yo'q, hech nima o'zgargani yo'q. Hech nima o'zgarmadi. Xo'sh. Chunki rightni men noto'g'ri yozib qo'yibman, o'zgarmaganga sabab brauzer bizni tushunmagan. Bitta mana shunaqa qilinadigan xato va kod sizni tushunmasligi mumkin. Xo'sh. Hammasini to'g'ri yozdik. Kelinglar HR tegini bir attributini ko'rib chiqamiz. Xo'sh. Kelinglar rang attributini ko'rib chiqamiz. Hali bor vaqtimiz. Hop, color barobar ikkita nuqta qo'sh tirnoq green. Saqlab oldik, yengillaymiz. Bitta chizig'imiz yashil bo'ldi. Xo'sh, yana qanaqa attributimiz bor ekan? HRda no shade is size va width attributlarimiz bor ekan. No shade'ni ko'rib chiqamiz. Hali 1 minutimiz bor. Xo'sh, qani bizani tegamiz no shade. Xo'sh. Nima ekan no shade? Barobar ikkita qo'sh tirnoq 300. Описанияsiga ko'ra oddiy liniya qilib berar ekanda. Buni kattalashtirib ko'rsak bo'ladi. Pastdagisini no shade qo'llamaganimizdan 3D liniya deyapti, nimagadir tepadigini 3D emas liniyasi deyapti. Keyinchalik buni tushunamiz degan umiddaman. Demak, shu bilan bugungi videomizni yakun yasaymiz. Yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike. Yangi videoni o'tkazilmasligi uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Obuna tugmasini bosinglar. Sizlarni qo'llab-quvvatlashinglar muhim bizlarga, menga. Talab, taklif, kamchilik, tilaklar, xatolik bo'lsa izohlarda yozib qoldiringlar. Keyingi videoda ko'rishguncha hammaga omad.